Hammaga salom. Bugun mana aylanib, bugun qizim bilan Farg'onaga bordik. Farg'onada mana shunaqa svetilnikni ko'rib qoldik-da, shuni olishga qaror qildik. Juda ham go'zal. Qaranglar, qanaqa zo'r aylanar ekan. Zavarajvoy. Prям zavarajvoydi. Rosa ham yoqib qoldi. Hozir kunduzi buni qo'yib ko'rgandik, lekin endi hozir qorong'i tushganida yana svetlarni o'chirib qo'ygandik. Yoqqandik rosa zo'r ekan. Menga juda ham yoqdi. Bu o'zi aslida sovg'a uchun olingan. Lekin o'zimiz bir tekshirib ko'rdik-da buni. Men o'ylayman juda ham chiroyli bir sovg'a bo'ladi. Qizim dugonasiga oldi. Atay Farg'onaga shu uchun borgandik, lekin menga juda ham yoqdi. Qaranglar, qanaqa zo'r. Sizlar olgan bo'larmidlar shunaqa sovg'a? Buni har xil ichida har xil o'yinlari bor ekan. Planetalar bor ekan. Har xil nimalari bor ekan, effektlari. Bizga shu meduza yoqdi. Juda ham neobычный ekan. Sizlar olgan bo'larmidlar?